Bugun sizlar bilan meni tezligimni nechta skotch o'lchashini aniqlab ko'ramiz. Qani bo'lmasam, ketdik. Men zanjir toshlarni buzib o'tganman bitta skotch. Nima ham bo'ladi dedimda, yugurishda davom etdim. Nima qilyapti bu? Ye. Dva skotch. Ya'ni o'zbek tiliga aytganda 2 dona skotchdan o'tishni boshladim. Afición, este para vosotros. Endi esa 3 ta skotch, ya'ni ummon guruhi. Nima deb o'ylaysizlar? Shu 3 dona skotchni men uzoqlarmakin, nima dedim? Tarjima qilib yuboringlar kommentariyada. Jigarlar, ko'rdinglar, meni ancha-muncha skotch to'xtata olmadi. Bu videoda ikkinchi qismida nechta skotchdan foydalaning? Kommentariyaga yozib ketinglar. Let's go. Ko'tarmaysan aka tepaga. Mujimisiz?